Assalomu alaykum. Men Amina va Gulbahor, yoshim 68da. Mana oyog'im og'rib, yurolmay qoldim. Doktorga ko'ringanimda 3-4 stepen yemirilish dedi, tizzangizga dedi. Undan keyin men ana shu argonni reklamadan ko'rib qoldim. Shuni ichishga qaror qildim. 1 yildan ziyodroq ko'p ichdim. 1 yildan ziyod bo'ldi. Keyin men yaxshi natijasini ko'rdim. Oyoqlarimni yurishlari o'zgardi. Men hatto shu namoz o'qishda ham yurolmay, ana shu o'tirib o'qib qolgan edim. Undan keyin mana shu ichaverganimdan keyin yaxshi yurishlarim o'zgardi, yaxshi tomonga. Bemalol yurdim. Keyin mana shu mashqlarni ham sekin-sekin bajardim. Oldin juda og'rirdi. Mashqlarni bajardim, vaqtiga ichdim, 1 yildan ziyodroq ichdim. Yaxshiman, juda ham yaxshi. Men fursatdan foydalanib, mana shu argon jamoasiga katta rahmat deyman, o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman.